Mashinnik menga telefon qildi. Bir kuni bitta bo'layotgan voqea. Bittasi telefon qildi, begona nomer, olsam, keyin ruscha gapirdi. Yakkasaroy ROVDdanman, tergovchiman. Sizga nisbatan ariza tushgan, tergov harakatlari boshlangan dedi. Endi men advokatman, bunaqa holat ko'p bo'ladi, ya'ni bironta joydan chaqirishlari, boshqasi. Endi mijozim bo'lsa kerak dedimda, "Yo aka, adashyapsiz, menimcha klientim bo'lsa kerak, men advokatman. Men ustimdan bo'lmasa kerak" desam, keyin tirset telefonni qo'yib qo'ydi. Hayron bo'ldim. Shota qaytarib chiqaychi dedimda, shuni qaytarib chiqsam, boshqa odam oldi, umuman o'zbekcha gapiryapti va o'sha gapirishdan bilinib turibdi, hayron qolyapti-da. "Yo'q aka, men sizga qilganim yo'q. Mana shu nomerdan telefon bo'ldi hozirada menga" desam, "Yo'q aka" deb turib, men bilan tortishib ham ketdi hali odam. Keyin "Ha, bo'pti" deb qo'ydim. Shundan keyin bildimki, bu mashinnik. Shunaqa holatlar, qarang, biror nomerdan foydalanib turib, shunaqa qilsa ham bo'lar ekan. Endi mana yaqinda Raqamli texnologiyalar vazirligi bayonot berib chiqdi. Anti-spoofing texnologiyasidan foydalanamiz endi mobil operatorlarda, soxta raqamlardan chiqish holatlari, har xil shunaqa holatlarni oldini olish uchun shunaqa texnologiyadan foydalanamiz deb bayonot berib chiqdi. Bu iste'molchilar uchun bepul ekan, ya'ni biz o'zimiz bilmaymiz ham shunaqangi texnologiya ishlatib bizni himoya qilishayotganini.